Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan foreign nouns haqida gaplashamiz. Vaqtni cho'zmasdan tayyor bo'lsangiz, boshladik. Foreign plural nouns. Bu chet tilidan kelib kelgan so'zlar. Ingliz tiliga ko'p davlatlardan so'zlar kelib kelgan. Bugun sizlar bilan faqat ikkitasi va ko'p uchraydiganlar haqida gaplashamiz. Bulardan biri bu Latin tilidan. Latin. İkincisi ise bu Greek. Bitta misol ko'rib chiqamiz. Latin tiliga. Bu fungus. Bu so'z latin tilidan kelib kelgan va buning ko'pligi boshqacha shakllar bilan yasaladi, boshqacha qo'shimchalar bilan. Fungus. Va Greek uchun bu criteria. Criterion. Va bularning ko'plik shakli juda boshqacha yasaladi. Keling, ko'rib chiqamiz. Fungusniki. Fungus. Shu oxirgi qo'shimchasi ay harfiga o'zgaradi va bu fungi bo'ladi. Va bu ko'plik shaklda. Bu singular, plural. Kriteriyonga keladigan bo'lsak, bu single. Endi biz pluralni ko'rib chiqamiz. Plural shakli buni criteria. Oxiridagi on окончание a harfiga o'zgaradi va criteria kelib chiqadi. Va bu ko'plik shaklda. Keling endi buni ko'proq tubdan ko'rib chiqamiz va jadval qilib ko'rib olamiz. Keling endi bu jadvalni to'ldirib chiqamiz. Birinchi ustunga bizlar qaysi tilda olinganligi, keyingisiga qanaqa qo'shimchasi yoki shakli o'zgarishi, qanday qilib o'zgarishi va uning single shakli irregular bo'lgani uchun irregular plural shakli va kelajakdagi taxminlarga ko'ra regular plural shaklini ko'rib chiqamiz. Birinchi so'z bu Latin tilidan olingan bo'lib, oxiridagi a qo'shimchasi a ga o'zgaradi. Bu hamma so'zlar uchun bunaqa ta'sir qilmaydi. Bu faqat shu Latin tilidan kirib kelgan yokida shu so'zning o'ziga ta'sir qilishi mumkin. Bu jadvalning asosiy maqsadi bu bizda ko'p uchraydigan so'zlarni ko'rib chiqish. Shuning uchun adashtirib bo'lmaydi. Keling endi single shaklini ko'ramiz. Laura a bilan tugaygan va bu ko'plik shaklda Laura bo'ladi. Mana. Buni endi kelajakda bilasiz, ingliz tili juda flexible tillar turiga kiradi va ko'p o'zgarib turadi. Lauras shakliga kelib qolishi mumkin. Mana bu 100 yildan keyin, 200 yildan keyin degan shunaqa taxmin bor. Keyingi so'zni ko'rib chiqamiz. Bu ham latin tilidan olingan va as harflari gap oxiridagi ay ga aylanadi. Boya ko'rib chiqqanimizdek, bunga misol fungus single shakli va plural shakli fun u bo'ladi. Bu yerda fungi. Mana us I ga aylandi. Va buning kelajakdagi kutilayotgan shakli bu regular plural ga o'tib ketishi mumkin. Va bu funguses bo'lib aylanishi mumkin. Endi bilmadim qancha yilda. Keyingisini ko'rib chiqamiz. Bu so'z ham latin tilidan olingan va oxiridagi qo'shimchasi a shakliga o'zgaradi. A harfiga. Masalan, bu ko'p uchraydigan da tun qo'shimchasi
qo'shimchasi. Qo'shimchasi emas, bu o'zi gapning oxirida, shu gapning oxiridagi ikkita harf a ga aylanadi va data so'zi kelib chiqadi. Lekin buni regular pluralga o'tadigan shakli yo'q. Bu shu o'z holicha qoladi. Chunki bu ko'p ishlatiladi va shusi qandaydir stabilniy hisoblanadi. Keyingi so'zimiz ham latin tilidan olingan va bu oxiridagi ex harflari ICES qo'shimchasiga aylanadi. Masalan, index va buning ko'plik shakli irregular plural shakli. Adashtirmang, bu yerda irregular bu degani qo'shimchalar nisbatan so'zga bog'liq shaklda o'zgarishi mumkin. Buni endi ko'plik shaklga aylantiramiz. Bu indices bo'lib o'zgaradi va buning kutilayotgan regular plural shakli indexes shakli bo'lishi mumkin. Bu hozir muomalada emas. Shuni ham esda tuting. Mana ikkita shakli hozir muomalada va keling latin tilidan ko'p misol bo'lib ketdi. Bularga ham bir marta qarab o'tamiz. Grek shakllardan bu es eng oxirgi so'zi harfi is harflari es ga aylanadi. Va masalan thesis. Bilasizmi bu so'z? Thesis THESES ga aylanadi va bu vaqti kelib 100 yildan keyinmi, 50 yildan keyinmi shunaqa o'zgaradiki, buning ko'pligi theses bo'lib qoladi. G'alati eshitilishi mumkin, lekin shunaqa bo'lib qolish ehtimoli bor. Va bu yerga hozir jadvalga sig'maydigan bitta so'z bor. Bu ON oxiridagi mana shunday so'zi harflari ga o'zgaradi. Biz buni oldin ko'rib o'tgandik. Bu criterion so'zi bo'lib, ko'plik shakli criteria ga o'zgaradi. Shu bilan jadvalimiz to'ldi. Dars sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. That's all for now. Until next time. Goodbye.